alaykum, hurmatli ustozlar. Ushbu yo'riqnoma oliy ta'lim tizimi rahbar va pedagog kadrlari malaka oshirish kurslarida reyting ballini yig'ish masalalariga bag'ishlanadi. Malaka oshirish kursida tinglovchilar reyting ballini 3 ta asosiy mezon bo'yicha to'playdilar. Rahbar va pedagog kadrlarning oxirgi 3 yillik kasbiy, o'quv metodik va ilmiy metodik faoliyati natijalari, kursni tamomlagandan keyingi onlayn test sinovlari natijalari, bitiruv loyiha ishini himoya qilish natijalari asosida shakllanadi. Mustaqil malaka oshirish ta'lim darajasi va sifatiga qo'yiladigan davlat ta'lim talablariga muvofiq yangi bilimlar, malaka va ko'nikmalarni rahbar va pedagog kadrlar tomonidan mustaqil o'zlashtirish, o'zini o'zi kasbiy rivojlantirish shakli hisoblanib, rahbar va pedagog kadrlar kasbiy faoliyati natijalari pfbin.uz platformasida o'z aksini topib, maksimal 30 ball to'plashlari mumkin. Malaka oshirish kursi yakunida tinglovchilar onlayn test sinovini topshiradilar. Testlar 100 ta savol 80 daqiqadan iborat bo'lib, maksimal 50 ball to'plashlari mumkin. Elektron portfolio ko'rsatkichlari va onlayn test sinovlari natijalari asosida tinglovchilarga bitiruv loyiha ishini himoya qilishga ruxsat beriladi. Bitiruv loyiha ishidan maksimal 20 ball to'plashi mumkin va bitiruv himoya ishining o'tish balli 56%, ya'ni 11,2 ballni tashkil etadi. Keling, kurslarni muvaffaqiyatli o'zlashtirish uchun minimal ballar taqsimotini ko'rib chiqamiz. Yuqorida aytilganidek, elektron portfolio ko'rsatkichlari va onlayn test sinovlari natijalari asosida tinglovchilarga bitiruv loyiha ishini himoya qilishga ruxsat beriladi. Bunda tinglovchi kasbiy faoliyat hamda test natijalari bo'yicha to'plashi mumkin bo'lgan jami 80 ballning 56%, ya'ni 44,8 ball to'plagan tinglovchiga yakuniy himoyaga kirishga ruxsat beriladi. Tinglovchi agar portfolio tizimidan 17% yoki 5 ball to'plasa, yakuniy testdan kamida 80% 40 ball ko'rsatkich bilan o'tishi kerak bo'ladi. Agar portfolio tizimidan 33% yoki 10 ball to'plasa, yakuniy testdan kamida 70% 35 ball ko'rsatkich bilan o'tishi kerak bo'ladi. Agar portfolio tizimidan 50% yoki 15 ball to'plasa, yakuniy testdan kamida 60% 30 ball ko'rsatkich bilan o'tishi kerak bo'ladi. Agar portfolio tizimidan 67% yoki 20 ball to'plasa, yakuniy testdan kamida 50% 25 ball ko'rsatkich bilan o'tishi kerak bo'ladi. Agar portfolio tizimidan 83% yoki 25 ball to'plasa, yakuniy testdan kamida 40% 20 ball ko'rsatkich bilan o'tishi kerak bo'ladi. Demak, tinglovchi kasbiy faoliyatida qanchalik yuqori natija qayd etgan bo'lsa, onlayn testdan kam ball to'plab ham bitiruv ishi himoyasiga kirishi mumkin. Aksincha, kasbiy faoliyat ko'rsatkichlari past bo'lgan tinglovchilar onlayn test sinovlaridan yuqoriroq ball to'plashlari lozim bo'ladi. Ya'ni, nazorat turlari bo'yicha minimal ballarni to'plagan holda kamida 56% qoniqarli o'zlashtirish ko'rsatkichiga ega bo'lgan tinglovchi ham malaka oshirish attestatiga ega bo'lishi mumkin. Kasbiy faoliyatingizda ulkan zafarlar tilaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.